140 kvadratlık öy setip alsanız 80 kvadratlık öyünü sizge soğat kılımız. Maşin to'xtatish o'rnini so'g'at qilamiz. Yana ayrim yer osti uy so'g'at qilamiz. Xato olmadingiz a? O'rni bo'lsa Urumchi Saybag rayoni, Xo'cha Nanjan, ya'ni poyezd stansiyasining keyin taraf Yashan Sillinguyanning tog' bag'riga joylashgan, mana siz ko'rayotgandek qo'ri muhitimi nihoyatda chiroyli yeshillashtirilishi 52% ga yetgan bu qo'rodan uy setib olsangiz, men bayam degan narsalarning hammasidan bahramand bo'la olasiz. Endi uyning ichini so'g'at qiladigan o'rinlarni bir sizge ko'rsatib chiqay. Amaliyotdan ko'ring. Uyning ichining ko'rinishi, ishikdan kirgandan keyin bizningki tamoq yeydigan o'rinlarni o'rlashtirgan bizning santing qulaylik bo'lgan oshxonasi. Mushu oshxonaningki hozirgi ahvoli bo'yicha sizga ochqish topshiriladi. Ichiga ishlatgan materiallar nihoyat yaxshi. Udlimiz qaraydigan bo'lsak, bu 140 kvadratlik uyning mehmonxonasi, mehmonxonasi nihoyat kengri. Safalaringizda yanchiklarimiz chiroyli qalat qo'ysangiz bo'ladi. Derizasimi shovqin to'saydi, issiq sovuqmi nihoyat foydasi bor. Derazalar 4 qat holatda deraza chiqadi. Shuningga anzirmisingiz bo'ladi. Mana ishdan kirgandan keyin birinchi cho'ng yotoq uyning tozliq uyini ko'rib baqqan. Tozliq uyiningki ichining bo'shliqi nihoyat yaxshi. Mushu holatda sizga ochqish topshiramiz. Udlimizda maya qarang, bu yerda yana bir yotoq uy. Bu yotoq uyninki bo'shliqimi nihoyat yaxshi holatda. Endi sizga ikkinchi yotoq uy bilan uchinchi yotoq uyni ko'rsatib qo'yay. Yana bir yotoq uyninmi yana ayrim tozliq uy bor. Mana ikkinchi yotoq uyni ko'rib baqqan. Bo'shliqimi nihoyat kengri. Ishlatilgan materiallar yaxshi. Mushu holatda ochqish topshirildi. Siz ko'rayotganingiz o'rnak uy emas. Mana 3-yotoq uyni ko'rib baqqan. 3-yotoq uyninmi ayrim tozliq uy bor, tozliq uyninmi derazalari bor, ichilarining bo'shliqi nihoyat yaxshi, chiroyli holatda bizzat tayyor qo'yilib, mushu holatdagi cho'ngshu bilan chiqadi. 3-yotoq uy. 3-yotoq uyninmi kun nur tushishimi nihoyat yaxshi. Bu uyning kvadrati bo'lsa 140 kvadrat. Ostidagi 80 kvadrat uyni sizga so'g'at qilamiz. Ostiga tushadigan o'rinni ko'rib baqqamsiz. Mana bu yerga qarang, bu yerga qaraydigan bo'lsak, bu o'rin bo'lsa bizningki ostida sizga so'g'at qiladigan uyning ostiga palampa yasaydigan o'rin lift qilsangiz bo'ladi. Endi sizga so'g'at qiladigan 80 pifang uyni ko'rsatib. Hozir ko'rganingiz bo'lsa, men sizga so'g'at qilaman deyotgan 80 kvadrat uy, bayamqi 140 kvadratlik cho'ngshulik uyning osti qarshi holatda. Sizga mushurlarni hamma tayyor qo'yilib, lift o'rlashtirsangiz bo'ladi, palampa o'rlashtirsangiz bo'ladi. Dinalarning hammasi tayyor qo'yilib, ostimi normal holatda isiydi. Mana bu o'rinlarga siz yotoq uy chiqarsangiz bo'ladi. Anadagi bizning oldin qitim olgan xaridorimiz bu uylarni bevosita ko'rsatish uy qildi. Agar savdo tijorat qilayotgan bo'lsangiz, bevosita ko'rsatish uy qilsangizmi tamamen bo'ladi. Mana bu o'rinlarning hammasi hech qanday to'sab qo'ymag'liq. Bu 80 kvadrat uydan siz foydalansangiz bo'ladi. 140 kvadrat uyni olsangiz 80 kvadrat uyni so'g'at qilamiz degan gap. Yana bir narsa sizlar ko'rsatib qo'yay. Mana bu yerga qaraydigan bo'lsak, bu o'rinningki ostidagi tishadagi o'rin boshqa uylarningki tishashisi yo'q. Bu yerlarni biz shovfonga ta'sir etmagan asosda ishlasak bo'ladigan o'rinlar. Bu yerlarga ancha-muncha ta'sirimizni qo'yib ishlasak bo'ladi. Bu o'rinlarning hammasidan normal holatda foydalana olasiz. Sizga degandek so'g'atlarning hech qaysisi kam bo'lmaydi. Bu Shangmuda yana bu uylardan boshqa qavatlarni normal tanlab ola oladigan bizaklik ham bizaksiz qarsoq holatda chiqadigan o'zingiz tanlay oladigan uylar bor. 140 kvadratdan 245 kvadratgacha har xil o'g'isi bor uylarni tanlasangiz bo'ladi. Agar bu uylarga ehtiyojingiz bo'lsa, men bilan aloqalashing. Telefon nomerim 136 499 86 99.